Barchaga salom do'stlar, sizlarning kanalimni ko'rib turganimdan xursandman. Hozirgi videomizda ChatGPT dan foydalangan holatda o'zingizni rasmingizni qanday qilib anime ko'rinishiga yoki Disney yoki Pixar o'sha har xil studiyalarni ko'rinishiga olib keluvchi rasmlarga aylantirishni hozir men sizga ko'rsataman. O'sha saytga kirasiz, ChatGPT deb yozasiz va sizga ofitsialniy saytini chiqarib beradi va bu yerga o'tganingizdan keyin registratsiyadan o'tasiz. O'zingiz akkauntingizni kirgizasiz. Akkauntingizni kirgizganingizdan keyin hop sizga qanday yordam berishi mumkin deyapti. Misol uchun siz qaysi rasmni anime ko'rinishiga olib kelib ber deb aytmoqchisiz. Shuning uchun shu narsani yozib chiqasiz. Xo'sh, biz so'radik. Сделать изображение в стиле манги. Hozir menda lekin limit tugagan. Hozir ko'ramiz, generatsiya qiladimi yoki yo'qmi. 1 soatdan keyin generatsiya qilsangiz bo'ladi deb aytgan edi. Hozir shuni ko'ramiz. Xo'p, mana limit shu yozganimizni ko'rsatib beryapti. Ya'ni hozir limit qo'yilgan. Xo'p. Сделать в стиле Pixar deymiz. Ya'ni o'sha hammaga mashhur bo'lgan Pixar studiyasi taraflama. O'sha multfilmlarni barchamiz ko'rganmiz. Hop. O'sha tachki, keyin o'sha chaqmoq makina to'rog'i. Hop. Ko'p anaqalarni aytib o'tirsam, hozir ko'p vaqt ketib qoladi. Hop, mana rasmimiz. Hop. Xuddi shunaqa qilib berdi. Va juda ham chiroyli chiqqan. Hop, mana rasmimni sal ichkariroq kirgizib to'g'ri rasmni xuddi shunaqa juda ham chiroyli chiqarib bergan. Hop, fotografiya stili manga deymiz. Mana manga ko'rinishida, ya'ni qora bo'ladi, shu ko'rinishda chiqarib berganmiz, chiqarib bergan. Поднятие времени в одиночку degan anime bor. Ya'ni o'sha 2024-yilda eng mashhur animedan bittasi bo'lib chiqqan anime ko'rinishida qanaqa bo'lgan. Hop, bu o'sha Истребитель демонов, ya'ni Demon Slayer degan animemiz bor. Shu orqali qanaqa ko'rsatib bergan, sal o'sha Tanjiroga o'xshab ketar ekanman. Hop, bu My Hero Academiyadagi o'sha anime ko'rinishidagisi. Bu yerda endi o'zim o'sha eng ko'p mashhur studiyalarni yozib chiqqanman. Ya'ni shu studiya stilida qilib berdi. Toy Animation, hop, Fit Studio, ancha bu Hunter x Hunter degan anime studiyasi. Hop, Attack on Titan'ni juda ham chiroyli chiqarib ko'rsatib bergan. Va studiya Ghibli, ya'ni Ghibli o'sha Hayao Miyazakining stilida qanaqa o'sha anime ko'rinishida bo'lishini ko'rsatib bergan. Hop, Kyoto Animation, hop, mana ko'zlari katta, qorachoqlarni ko'rsatib berishgan. Xo'sh, yana bir ikkita o'sha rasmlar. Generatsiya. Keyin esa o'sha 5-6 ta generatsiyadan keyin sizga ограничение qo'yilar ekan. Ya'ni 1 soatdan keyin qilib ko'ring. Agar yana so'raydigan bo'lsangiz, shu 4 soat, 2,5 soat, har xil ya'ni soatlar bo'lib ketishi mumkin. Xo'sh, yokida o'sha sizga aytadi, ya'ni bunda qilib bera olmaymiz, bunda o'sha avtorskiy pravalar bo'ladi, yo'q, keyin yana qaytadan so'rasangiz, qisqasi 1-2 o'sha og'ir taraflari bor. Xo'sh, mana bu yerda Сделай меня персонажи мультики по планетам, тут и там, а задний фон планеты и галактика сделай deganman. Xo'p, bizda multfilmimizda bor, по планетам degan, o'sha yerda тут и там degan asosiy personajga o'xshatib bergan deb aytganman. Orqa fonni galaktika va o'sha sayyoralar qilib ber deganman va u bizga unaqa qilib berdi. Faqat bu yerda shu
rasmni, ya'ni mana bu tepadagi mana turgan rasmni miniatyura qilmoqchi edim YouTube uchun. Hop, shunaqa qilib bergin deganimda, keyin o'sha ограничение bo'lgan, yo'q unaqa qilib bera olmayman degan. Yana bir ikkita narsalar o'sha to'g'ri yozmaganligim uchun o'sha qilib bera olmayman degan. Shuning uchun buni bo'tga tushirib qo'yibdi. Agarda yo'q bo'lganda ideal chiqqan bo'lardi. Va buni yo'qotgan va oldimga qo'yib ber deb keyin so'raganmiz. Keyin bu yerda umuman rasmni olib tashlay desam, bizga anaqa rasmlar chiqarib berdi. Oxiri anaqa rasmga keldi. Ya'ni eng chiroylisi, zo'ri maysi chiqdi deb o'ylayman. Xo'p, va yana Dota 1dagi o'sha asosiy personajga aylantirib ber deganman va bu yerda ham rasm tushib qolgan. Buni olib tashlasak ideal holatda bo'ladi. Hop, buni ham o'sha sizga ko'rsatish uchun manga ko'rinishda qilib berdim. Afsuski ограничение, ya'ni to'sib qo'yilganligi uchun o'sha orqali qila olmaymiz. Xo'p, buni ChatGPT da qilsangiz bo'ladi va so'ra degan bu ham o'sha ChatGPT. Bu yerda faqat 3 tagacha qilsangiz bo'ladi. Bitta MyMedia'da. Xo'p. Mana rasmlarni joylab shunaqa ko'rinishdagi bizga rasmlar yaratib bergan. Bu yerda orqa fonni o'sha matritsada qilib ber va asosiy personajni anime stilda, ya'ni studiya Ghibli stilida qilib ber va bu yerdagi tarafni umuman tegmagan va shundayligicha qolsin deb aytganimda shunaqa ko'rinishga olib keldi. O'zi umuman buni orqa fonni to'liq matritsa qilsam bo'lar ekan, shunda sal chiroyliroq chiqardi. Hop, bu yerda o'sha ishxonada ishlayotgan paytimizda qilingan rasm, ya'ni men va sherigim o'sha ko'chada tushganmiz. Buni ham o'sha Ghibli studiyasi bo'yicha qilib ber deganman. Buni ham qilib berdi. O'sha maktabda tushilgan rasmni anime ko'rinishda qilib ber deganman, lekin ko'z qorachiqlarini yaxshi ko'rsatib bera olmagan. Hop, bu yerda o'sha tommas bir 5-6 etajda turgan paytimda rasmga tushgan edim, quyosh botayotganda. Va buni ham quyoshga qilib turgan edim strelkani. O'sha sal barmog'imni quyoshga tushirganda ideal bo'lardi. Bu yerda o'sha Murat emas, boshqa bilmayman, bu yerdan boshqa edi. Qisqasi rasm yoqdi menga, yoqqan va bu yerda ham oldingi o'sha ishdan qilingan rasmlar. Xo'sh, hammasi oddiy. Images joyiga joyiga kirasiz va plus tugmasini rasm tanlaysiz va buni prompt yozasiz. Siz va o'sha so'rayotgan narsangizni, misol uchun 2 yoki 1/1, 2/3 ko'rinishida qilib berishni so'raysiz. Sal qarab qo'raman, shunga qaraymiz joyi. Shuna qilib, generatsiya media joydan generatsiya qilib beraman. Yana ozgina kutamiz, shu загрузка bo'ladi. Bunga ham shu 1-1,5 daqiqa ketadi. Uzoq. Hozir ko'ramiz asosiy natijani. Burga ham o'tgan paytingizda mana so'ra buni bosasiz, so'raga kiradi va bu yerdan 3 ta, ya'ni ChatGPT, Apple platform va so'ra turadi. Bu yerdan so'rani bosasiz va o'zingiz akkauntingizni joylaysiz. Bu yerda
video ham qilsangiz bo'ladi. Hop, bunaqa ko'rinishdagi rasmlarni ham tuzib chiqsangiz bo'ladi. Shuning uchun shu sizga OpenAIga shu to'liq yozib kiritishingiz kerak. Nima qilib berishini, shu orqali u sizga hammasini qilib beradi. Xo'sh, mana. Ya'ni hop, asosiy personajimizni manga ko'rinishda qilib beradiganmiz. Ya'ni bu qora oq ko'rinishda bo'lishi kerak edi. Orqasi esa shu studiya Ghibli studiyasi stilda bo'lishi kerak edi. Ya'ni bu qilib berdi buni. Hop, yomon emas. Rasmimizni o'xshatib berdi, lekin faqatgina shu personajimizni oq qora ko'rinishda qilib bersa ideal bo'lardi. Xo'sh, shunday qilib turib o'zingiz generatsiya qilsangiz bo'ladi. Asosiy Telegram avatarkangizga qo'ysangiz bo'ladi yoki previewlar tayyorlasangiz bo'ladi YouTube'ga. Hop, har xil o'sha maqsadda foydalansangiz bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like, obuna tugmasini bosing. Keyingi videoda uchrashguncha xayr.